Bir odam kelib menga aytganda titrab ketib qoldim. Aytayapti, qoraka deydi, odamlarni o'rni kelgan paytda urganman ham deyapti. Urganman deyapti. Odamlar meni bir umr qarg'ab o'tdilar deydi. Xudoni balosisan sen dedilar deydi. Tug'ilganingda o'sha qo'llarim bilan shundoq bug'ib o'ldirsam bo'lmasmidi degan gaplari ham bo'lgan deydi. Mana farzand-ey bu ham. Seni oq qildim, sendan noroziman. Oxirgi kunlarida ham sendan noroziman deb yashadilar. Men Xudoni tanimasdim, Xudoni tanimagandan keyin ota-onani taniymanmi deyapti. Otam vafot etib ketganlaridan keyin sekin unga bunga surtilib bir keyin qabristonga borib qoldim deydi. Qabristonda o'tirib fikrlab, bir kun shu yoqqa kelaman men ham degan narsa tinchlik bermadi deydi. Sekin qalbimga iymon, din kirishni boshladi. Odamlarga qilgan muomalalarim bolalarimdan qaytishni boshladi deyapti. Farzandim kelib yoqamdan ushab bitta silkituvdi, tamom bo'ldim deyapti. Men o'zim odamlarni urgan edim, lekin bolamdan qaytib, bolam meni yoqamdan ushab, kastimimdan ushab, meni siltalab tashadi. Bu qaytar dunyo bo'ldi. Odamlarni qilgan duolari qabul bo'ldi, ijobat bo'ldi, xor bo'ldim deyapti. Bolalarim bir tinga olmaydi deyapti. Nima qilay deyapti. Nima qilsam odamlar rozi bo'ladilar? Men oq bo'lganman deyapti. Payg'ambar alayhisalom al-aqu la yadkhulul janna dedilar. Oq bolasi agarda farzand otasiga, onasiga oq bo'lgan bo'lsa jannatga kirmaydi. Shuni aytayapti. Nima qilsam bo'ladi endi bu yog'iga? Odamlar o'tib ketdilar-ku. Ularning qabrlarini ziyorat qiling. Azizlarning nomlaridan sadaqa qiling. Biror bir ish qilyapsizmi? Odamlarning nomlaridan qilyapman. Birovga suv ulashyapsizmi? Suv tarqatyapsiz. Mana kun issiq. Bitta blok suv oling, yarim litrli yoki 0.25 bo'lsa ham bo'ladi. Shuni olib chanqab turgan odamlarga duo qilasiz deb tarqating. Ertaga qiyomat maydonida farzand otasini albatta xursand bo'lgan holati topadi. Albatta va albatta, bunga shak shubha yo'q. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadis muboraklarida aytadilar: "Innar rajula la turfa'u darajatuhu fil janna." Bir kishini jannatdagi maqomi ko'tarilib borar ekan. Shunda u aytar ekan: "Fayaqul anna li hada." Ey Robbim, bu nima uchun bunday bo'lyapti? Nimaga darajam ko'tarilib boryapti? Shunda aytilar ekanki: "Bi istig'fari waladika lak." Bollaringni seni haqqingga qilgan istig'forlari sababidan darajang ko'tarilyapti deydi. Bola chaqa bu dunyoni o'zida ziynat, lekin kun kelib vafot etib ketganimizdan keyin ham bolalarimizdan kutadigan duolarimiz bo'ladi, istig'forlarimiz bo'ladi. Ana demak, bandani darajasi yuksak bo'lishligi uchun, ota-onani jannatdagi maqomi yuksak bo'lishligi uchun sabab bo'ladigan narsa nima desa, bolalarni ota-onasini haqqiga qilgan istig'for.